Ota-onam shunday menga faxrlanib, meni farzandi borligidan g'ururlanib gapirib nima qiladiki, men ichimda boshqacha hissiyotlar paydo bo'ladi. Ya'ni shu kasbni tanlab adashmaganimga, shu kasbni tanlaganimga faxrlanaman. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash fuqarolarning osoyishta va xavfsiz manziliga yetib borishini nazorat qilish mas'uliyatli va sharafli vazifadir. Bu vazifani sidqidildan ado etayotgan insonlar yo'l-patrul xizmati xodimlaridir. Ular har kuni transport oqimi yuqori bo'lgan chorrahalarda, magistral yo'llarda va aholi gavjum hududlarda xizmat olib borishadi. Yo'l harakati qoidalariga rioya etilishini nazorat qiladi, haydovchilarga tushuntirish ishlarini olib boradi va zarur hollarda amaliy yordam ko'rsatadi. Ayni kunlarda Ramazon oyi boshlandi. Ya'ni shu Ramazon oyida masjidlar yonida harakat xavfsizligini ta'minlaymiz. Harakat xavfsizligini ta'minlashda, ya'ni piyodalar xavfsizligini ta'minlash, transport vositalarini avtoturargohlar tashkil qilib, o'sha belgilangan joylarda avtoturargohlar tashkil qilganmiz. Ya'ni o'sha avtoturargohlar deganimda o'sha xavfsizlik ta'minlash maqsadida o'sha belgilangan hudud bo'ladi. O'sha hududga haydovchilarimizni transport vositasini taxlab chiroyli qilib joylashtirib, o'sha xavfsizligini ta'minlaymiz. Shamsiddin Rahimov yo'l-patrul xizmati safida 2011-yildan buyon sidqidildan xizmat qilib kelmoqda. U o'tgan yillar davomida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, fuqarolar hayoti va sog'ligini asrash yo'lida fidokorona mehnat qilib kelayotgan tajribali xodimlardan biridir. Bayram kunlari ko'pchilik oila davrasida, yaqinlar bag'rida hordiq chiqarayotgan bir paytda yo'l-patrul xizmati xodimlari, jumladan Shamsiddin Rahimov ham o'z xizmat vazifasini yuqori mas'uliyat bilan bajaradi. Sababi bayram va dam olish kunlarida yo'llarda harakat zichlik ortadi. Bunday vaqtda har bir xodimdan yanada hushyorlik, sabr-toqat va kasbiy mahorat talab etiladi. Ana shunday holatlarda yo'l-patrul xizmati xodimlariga tashakkur, ya'ni qilayotgan xizmatimizga rahmatlar aytib ketadi. O'shanday holatlarda bizda shunaqa hissiyot uyg'onadiki, ya'ni biz o'sha vaqtda mana shu kasbni tanlaganimizdan faxrlanib ketamiz. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsam, bu kasbim mening g'ururim, faxrim. Ya'ni shu kasbda gohida ota-onam shunday menga faxrlanib, sen meni farzandi borligidan g'ururlanib shunaqa gapirib nima qiladiki, men ichimda boshqacha hissiyotlar paydo bo'ladi. Ya'ni shu kasbni tanlab adashmaganimga, shu kasbni tanlaganimga faxrlanaman, ya'ni g'ururlanaman. Shu xalqimizga, prezidentimizga sadoqat bilan xizmat qilish bu bizning burchimiz. Shunday ekan, har doim xalqimiz tinchligi, osoyishtaligi, erkin va farovonligi bizning oldimizga qo'ygan eng katta maqsadimiz. Yo'l harakati xavfsizligi barchamizning mas'uliyatimiz. Yo'l-patrul xizmati xodimlari esa ushbu mas'uliyatli vazifani sharaf bilan ado etib, har birimizning manzilimizga sog'-salomat yetib borishimiz uchun xizmat qilishmoqda.